O'g'irlab ketsa nima bo'ladi? Ya, sizlar bor, akada o'g'irlaydi. Ko'rib turgan Matiz rusumli transport vositasi ochiq holatda qoldirilgan, kaliti ham o'zida qoldirilgan. Hozir tasvirda ko'rganingizdek yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchilarni mana shunday tarzda har doim transport vositalarini ochiq va nazoratsiz qoldirmaslik bo'yicha ogohlantirib keladilar. Lekin ming afsuski, hali hanuz haydovchilar avtomashinasini ochiq va nazoratsiz qoldirish holatlari kuzatilmoqda. Buning natijasida esa transport vositasini olib qochish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilmoqda. Kuni kecha Farg'ona viloyatining Qo'qon shahar Ganjiravon mahallasida mana shunday holat kuzatildi. Dastlabki olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtomashinani olib qochish bilan bog'liq jinoyat kunning yorug' vaqtida sodir etilgan. Men ko'chadan kelib, mashinani eshik tagiga qo'yib, 10-15 minutda qaytib chiqaman deb kalitni ichida qoldirib, uyga kirib ketdim. Qaytib chiqsam, mashina yo'q. Qisqa 102 raqamiga telefon qilib, mashinam yo'qolganligi haqida ma'lumot berdim. Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasining tezkor qidiruv bo'limi hamda yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida olib borilgan qidiruv ishlari natijasida transport vositasini olib qochgan shaxs Namangan viloyatining Pop tumani Chodak qishlog'ida qo'lga olingan. Mashina turganiga egasi yo'q ekan. U o'tib ketayotgandim, yo'q ekan, keyin qaytdim. Qaytib shobir tomon olsam ochildi, mashinani minib, orqaga sarib, chapga burib, shu bilan haydab chiqib ketdi mashina. Chodakka kirdim, Chodakda jaylanib yurdim, keyin to'xtab, salqinga to'xtab PUBG o'ynayotgandim. Akalar keldi, keyin gaplashib turdik. Men o'zim telefonda gaplashganday bo'lib, toqqa chiqib, qochib ketdim. Keyin ichki ishlar xodimlari tog'da ushlashdilar meni. Qilgan ishimni pushaymon. Ha, o'zganing avtomashinasini olib qochgan shaxs bugun qilgan qilmishidan pushaymon, biroq endi kech. Mazkur holat yuzasidan transport vositasini olib qochgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonunchiligimizda bu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan 5 yildan 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi belgilangan. Transport vositasini xonadon oldida ochiq holatda qoldirgan fuqaro bugun avtomashinasi topilganidan behad mamnun. Ichki ishlar xodimlariga qo'ng'iroq qilganimdan keyin darhol ishga kirishib, o'sha kunda o'zidayoq GAI xodimlari, ichki ishlar xodimlari mashinamni tovib, jinoyatchini qo'lga olib, mashinamni o'zimga qaytarib topshirishdi. Bundan o'zimga xulosa oldim. Sizlarga ham tavsiyam shu mashinani kalitini o'zida qoldirib, ochiq qoldirmanglar. Hurmatli haydovchilar, sizlar bilan ham mana shunday holat kuzatilmasligi uchun ogoh bo'ling.